Haqqimizda bor edi. Ijtimoiy so'rovnoma. Ekologik muammolarga misollar keltira olasizmi? Assalomu alaykum. Farovon yurt jamoasi o'z so'rovnomalarini o'tkazishda davom etadi. Bu safargi mavzuyimiz barchaga daxldor bo'lgan mavzu ekologiya xususida bo'ladi. Yurtdoshlarimizga ekologik muammolar va ekologik muammolarning yechimi xususidagi savollarimiz bilan yuzlanamiz. Ijtimoiy so'rovnoma o'tkazayotgan ekologik muammolar xususida hozirgi kundagi eng dolzarb ekologik muammolarga misol keltira olasizmi? Hamma joy baqlashga, hamma joy musor. Unda o'rni yo'q, mana qidirdim, topa olmayapman, ko'rasizmi? Hech qayerda yo'q tashlashga. Hamma o'shaning uchun tashaveradi yerga. Ekologik bu ham musorxona hamma yoq. O'shaning uchun Toshkentimiz changga botib, musorga botyapti. Endi asosiy sabab shu ekologiya buzilishiga sabab zavodlardan chiqib ketgan tutunlar, ayniqsa bu Toshkent shahrida katta ekologiya buzilish bo'lyapti. Biz sezamiz, Toshkent shahri birinchi o'ringa chiqib olgan hozir. Ayni damda havo zaharlanishi bo'yicha. Bunga asosiy sabab o'sha Angrendan chiqayotgan zaharli tutunlar shu atmosferani qoplab olyapti. O'shaning uchun bunga yechim shu asosiy birinchi tarzda elektromobillar, keyin chiqindilarni har xil joyga tashlamaslik. Dolzarb havoni yomonligi birinchi o'chirda. Mana suvlarimiz to'xtab qolishi. Masalan, bizning ko'chamizda aniq Chilonzorda turamiz. Qanaqadir fabrikalardan hidlar chiqadi kechki payt. Mana Dilfush ko'chasida. Mana shunaqa muammolar. Anaqa havo toza emas, atmosfera yomon. Keyin ko'chalarda musor ko'p. Ekologik muammo sigara chekish. Zavodlar o'zi kerak. Ekologik muammolar, masalan, tamaki chekish atrofimizga ancha zarar keltiradi. Keyin mashinalari benzin ham menimcha o'zim fikrim 80 benzinni yo'qotish kerak. Chunki tabiatga juda qattiq muammo keltiradi va elektromobillarni ko'paytirish kerak. Ekologik muammolar shu zavodlardan chiqayotgan tutunlar. Orol dengizi ekologik sabab. Hozir global warming o'siga ham bo'ladi. Ekologik bo'lsa, issiqlik kuchayishi bo'lib qolishi mumkin. Hozir oldingi yillarga, oldingi asrlarga qaraganda issiqligimiz hozir juda ham kuchli, sovuqimiz ham kuchli. Shuning uchun hozir global warming aytsak bo'ladi ekologik. Shu bola chekishi, mana bu yosh bolalarni onasi qaramasa, yaqa-buyoqqani qilishi o'shada. Menimcha ob-havoni buzilishi, mashinalar, zavod, fabrikalar ekologiya ob-havoni buzsa kerak-da. Keyin azon qatlamini yemiradi mana mashinadan. Havo ifloslanishi, hozirgi kunda bilasiz, Toshkent havo ifloslanishi bo'yicha menimcha dunyoda birinchi o'rindagi shahar hisoblanadi. Bunga sabab shahar ichidagi transportlarning ko'pligi, ishlab chiqarish, shu zavodlarning ko'pligi bunga sabab bo'lyapti. Lekin buni oldini olish kerak, chunki bu juda ko'plab yomon kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Menimcha har bitta inson nima deydi? Hamma yoq toza ozoda bo'lishga hamma inson o'zini hissasi qo'shish kerak-da. Tozalangan joyiga kir qilmaslik kerak. Birovlarning qilgan mehnatini qadrlash kerak deb o'ylayman. Boydagi har xil gazlar chiqishi, bu har xil joylarda bo'ynaga yoqishlar, o'tir yoqishlar, har xil joylarga musor tashlab ketishlar. Shuning uchun ham musor anaqa qutilar bor, o'shalarga tashlash kerak. Ekologik muammolarga qanday misollar keltira olasiz? Buncha hozirgi kunda global muammolardan biri bu Orol dengizi muammosi bo'lyapti. Shu Yevropa hamjamligi, keyin Markaziy Osiyodan ko'p olimlar Orol dengizi muammosini yechishga harakat qilyapti. Hamda cho'llanishni oldini olish uchun daraxtlar, bo'talar, yarim bo'talar ekishyapti. Shu global muammolardan biri. Keyin issiqlanish muammosi. Ko'p issiqlanish bo'lgan sababli ozon qatlami yemirilyapti. Shuni oldini olish uchun hozir mashinalarni kamaytiryapti. Bunaqa shu metan gazga ishlamaydigan mashinalar chiqarishga harakat qilyapti-da, elektr. Avtomobillar, qurilishlar. O'sha narsadan tashlab ketishlari ko'cha-ko'ylarga, keyin o'sha yelim idishlarni ishlab tashlab ketishlarini sotib ketish mumkin. Lekin ekologiyani saqlash tarafdoriman. Har doim hamma joyini iflos qilmasdan o'sha
maxsus idishlariga, o'zini chiqqan idishlarga tashlab ketish tarafdoriman. Musorlarni har qayerga tashlab yuborishyapti hozir yoshlar. Menimcha o'sha ko'proq chiqqan idishlarni ko'paytirsa, shu narsa bo'yicha xabardor qilsa ko'pchilikni, menimcha o'sha yaxshi bo'ladi. Ko'proq plastik idishlar ko'payishida qayta ishlab chiqaradigan narsalarni menimcha ko'paytirish kerak. Shularga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ko'chadagi musorlar, gazdagi atroflar bo'lishi mumkin. Hammasi menimcha o'zimizdan deb o'ylayman. Hammamiz mana musorlarni tashib ketamiz, e'tiborsizlik qilamiz, keyin jabrini o'zimiz tortamiz. Daraxtlar kesilishi, atrof muhit ifloslanishi, mashinalardan chiqayotgan tutun, zavodlar, aholi punktlarga yaqin joylashgan zavodlarni misol keltiradi. Har bir inson ekologiyani yaxshilanish, oz miqdorda yaxshilanishi uchun o'z hissasini qanday qilib qo'shishi mumkin? Muammolarga misollar keltira olasizmi? Ekologiya yaxshilanish uchun suv tashish joylari, ko'chalarga axlat tashlamasligi kerak, iloji boricha o'zini hayotini yaxshilash uchun elektron mashinalarga o'tish kerak. Masalan, zavodlar qanaqadir yaxshiroq sistemaga o'tib, o'zidan zararli modda chiqaradigan narsalarni yaxshiroq yig'mashtirish kerak. Odamlar o'zini o'zi zachita qilsa, shunda hamma o'ziga qobuq yaratgan bo'ladi deb o'ylayman. Hamma o'zini tagidan yig'ishtirib yursa musorini yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Qanday qo'sha oladi? Masalan, pista chaqib tashlash kerak emas. Bemalol mana qo'pirslarni chaqib yurishadi bolalar. O'shalarning ham mana yonida ketayotgan odamga ta'siri bor. Shunaqalardan deb o'ylayman. O'z hissasini shu musorlarga ko'proq e'tiborli bo'lish kerak. Ko'chaga chiqqanda tashlamasdan. Bitta odam o'zi pokiza toza bo'lib yursa, endi ekologiya ham yaxshilanib boradi. Mishnadan o'zi bildirmayman, lekin boshqa munosabat bildiradigan tashkilotlar bor. Shunga o'xshash. Bizda daraxt kesilmaydi-ku, o'rmon yo'q. O'shan nimalarga to'g'ri ekologiya Toshkent birinchi o'rinda turadi, istaman. Oldini olish nega zavodlarni Toshkent shahardan chiqarish kerak deb o'ylayman. Boshqa viloyatlarga. O'shanda havo tozalanmasa, unda bo'lmaydi. Yo'q, juda ko'p zarar beradigan narsalar. Masalan, zavodlar har xil uni turbalarini teparoqga ko'tarsa, shunda tarqalish kattaroq bo'ladi. Shunga ham e'tibor berish kerak. Hozir ko'p mana shunaqa mashinalar hozir elektrokarlar chiqdi. Shular ham foydasi tegyapti shularni. Misol uchun benzin, metandan quygandan o'sha elektrokarlarda yurgan ham yaxshi. Uni ham zarari bor, ham plyus tarafi bor. Plyus tarafi ekologiyaga plyusi bor. Uni zarari insoniyatga qanaqadir zarari bo'lishi mumkin. Qanday qutisiga tashlasa ekologiya ham yer ham chirish qiyin deb o'ylayman. Albatta qo'shish kerak, chunki bu bitta insonni yoki tadbirkorni muammosi sababli bo'lmayapti bu muammolar. Bunga har bir inson o'z hissasini qo'shishi kerak. Misol uchun, axlatni doim axlat qutisiga tashlash ham bu ekologiyani ozgina bo'lsa-da ifloslanmasligiga, havoni ifloslanmasligiga sabab bo'lishi mumkin yoki avtomobillardan emas, shahar transportlaridan emas, piyoda yurish yoki velosipeddan foydalanish ham bu o'sha muammoni oldini olishga ozgina bo'lsa-da hissa qo'shadi va o'sha ozgina hissalar kattayib, o'sha muammoni oldini olsa bo'ladi. Albatta bor, musorni yo o'zim tashiyman yoki bunaqa qilmasligini aytgan bo'lardim. O'z hissasini qo'shish uchun tabiatga chiqindilarni tashlamaslik kerak. Chiqindi tashlayotgan maxsus idishlarga tashlash kerak. Keyin ko'cha ko'yida yurayotganda toza, ozoda, u yoq bu yog'iga qarab yurish kerak. Biror narsa ko'rib qolsa, darrov olib joyiga qo'yish kerak. O'z hissasini qo'shish kerak-da tabiatga. Har bir inson guvoh bo'lsa, bunga uni tozalashi va boshqa inson qilgan bo'lsa, u buni to'g'rilashi mumkin va ekologiyaga foyda keltirishi mumkin. O'shanday qilishi tarafdori bo'lar edim. Ya'ni o'sha hech qanaqa nimasiz ketmasligi kerak-da, befarq o'tib ketmasligi tarafdoriman. Atrof muhitga e'tiborni kuchaytirib, kelgan masalan har xil chiqindilarni plastikka tashlash kerak deb bo'lgan joyi plastikka, qog'ozlarga alohida. E'tiborligini kuchaytirish kerak shunaqa. Ana mashinada ketayotganlardan musorlarni ko'chaga otmasligida shunaqa qilib ekologiyani tozalasak bo'ladi har bitta odam. Oddiy misol, masalan, musorlarni o'zi musor tashiydigan, axlat tashiydigan idishlarga tashsak, menimcha shundan boshlasak, yog'i asta-asta ketaveradi. Atrof muhitni ifloslanishi ko'zimga tushsa, bu holatga qanday munosabat bildirasiz yoki nima deysiz? Yomon. Yo'q, iloji bo'lsa, qo'limda paket bo'lsa sovolaman. Paketim bo'lmasa, indamay o'tib ketaversa, nima qilay o'zi endi? Shunaqada endi yo'q o'rnalar. O'rnalar bo'lganda tashir deysiz. Mana o'rni yo'q. O'shaning uchun.
yo'q o'sha masalan bir bolamni tashlayotgan olib buzurga tashlatib betaman o'sha bolaga ha yo'q befarq emasman aytaman anaqa qilib musuringni tashlama deyman Buncha aralashib o'tirmayman, chunki hamma o'zini fikri bor. Odamlarga buncha hozir aralashish yo'q qarshi munosabat bildiraman qarshi turaman holatga iloji boricha qo'limdan kelgancha чтобы atrofni zararlanmasligi uchun harakat qilaman hozir kattalarga gapirish g'alati to'g'risida masalan chaqib ketayotgan bo'lsa nima chekyapsiz demaysiz shunga demak har bir inson o'zidan kelib chiqishi kerak o'zidan kelib chiqish o'zida bo'lmasa foydasi yo'qda har bir inson o'zida bo'lishi kerakda yo'q bu holatga unaqa indamay o'tib ketmaymiz farosatimiz bor o'sha musor tashlashgan bo'lsa misol uchun o'shani olib musor shoxobchalari qo'yib qo'yishgan odamlar uchun farosat ishlatib shu yoqqa tashlaymiz endi shu yerda yashayotgan inson sifatida men ham bunga javobgarman deb o'ylayman va iloji boricha qo'limdan kelgancha o'z tengdoshlarimga yoki o'zimdan kichkinalarga buni o'rgatishga shunga amal qilishga da'vat etishga harakat qilaman va o'zim ham hissa qo'shishga harakat qilaman yurgan yo'ldagilarni yig'ishtirib yursa yoki o'sha tozalovchilarga yordam bersa o'shalarga katta hissa qo'shgan bo'ladi shunda ham bu muammoni yechishga harakat qilaman masalan kimdir chiqindi tashlasa o'shanga sal tanbeh berishim mumkin o'rgatishim mumkin shunaqa qo'yishsa bo'ladi ha bu odamni o'ziga bog'liq qanaqa qilib yechish bor Munosabatim tushuntirishga harakat qilaman o'sha odamga noto'g'ri ish qilayotganini. Lekin bu narsani menimcha tushuntirib yetkazish sal qiyinroq. Hali bizda bu narsa juda shakllanib ketmaganligi uchun. Lekin o'zim iloji boricha o'sha ekologik qoidalarga rioya qilishga harakat qilaman. endi odam gapirmayman endi o'zim uchun tashlamayman-da faqat musorlarga borib tashlayman Men befarq bo'la olmayman. aytasizmi o'sha Aytaman, agar tashlamasa o'zim iloji boricha tashlayman. Chunki farzandim uchun ham o'zim uchun ham tozalikka rioya qilishimiz kerak.